Boris, betakror raqsimni namoyish etishga tayyorman. Boshlayver. Boshlaydigan narsa yo'q-ku. Meni katta magnitofonim qani? Juda shirin, juda foydali. Qani? Nahotki arqonning o'zida arg'imchoq uchgan bo'lsa. Iltimos, bittadan gapiringlar. Kimdir paholimni o'g'irlabdi. Bizni italyan operalari kolleksiyamizni ham o'g'irlashibdi. Menda plyaj ko'rpagim yo'qolib qoldi. Aytgancha, u oq, ko'k, qizil rangda edi. Usti biroz g'adir-budir, juda boshqacha edi-da. Mingtadan bittasi. Xo'sh, janoblar, yaramas o'g'rini qachon tutib berasiz, a? Shaxsan men Borsiqdan shubhalangan bo'lardim. Men eshitdim, xo'pmi? Aybdorni izlashga shoshilmaylik. Guruhimizda ustasi faranglar bor. Tekshiruvlardan so'ng o'g'rini topishimiz va Kimdir televizorimizni o'g'irlabdi. qo'limga tushsa birinchi bo'lib uni o'zim uraman. Oh la la. Bizni tunagan sensan, to'g'rimi? Ha, bu ishni davom ettiraveraman. Aytib qo'yay, menday oliyjanob tajribali o'g'ri tomonidan bajarilgan ish kechirimli bo'ladi. U juda ham g'alati ekan. Bu ish kechirilmaydi. Meni afv etasiz? Shu yerda tutilding pakana. Uni qara-ya. Chaqqonkidek. Tan berish kerak, harakatlaring yomon emas. Endi oshirib yubording. Jang qilishingiz chakka emas, janob. Ammo hozir sizni to'xtatishim shart. Meni afv etasiz. Bekorlarni aytibsan, yigitcha. Biz seni to'xtatamiz. Gapir, o'g'rivachcha. Narsalarimizni qayerga berkitding? Ularnimi? Menimcha sotib yubordim. Ishlar chatoq. Nega bunday qilganim qiziqtirmaydimi sizni? Bo'lmasamchi, albatta, desang bo'ladi. Sizlarning hayvonot bog'ingizda kerakli bo'lgan barcha narsalar bor. Ammo bu devorlar ortidagi hayot ancha beshafqat. Tashqarida na havosi mo'tadil qafaslar bor va na uch mahal ovqatlantirish bor. Plyajda o'ynaydigan koptok ham yo'q. Yo'q, xudo, yo'q. Ha, shunaqa. Men ularni o'g'irlaganim bilan joy-joyga topshirmoqchi edim. Narsalarimizni yaxshilik yo'lda o'g'irlaganmiding? Hayvonot bog'ingizdan hech nima o'g'irlamadim. Oldim. Uysiz oilalar, qanotsiz qushlar, ovqatsiz burunduqlar. Ularni kim o'ylaydi? Nahotki tushunmasangiz? Oilalar, qushlar, burunduqlar. Sen hammaga yordam berasanmi? Ha, balki bu jinoyatdir. Unda senga savolim bor. Qonun qanchalar haqqoniy? Skipper, u o'g'riga o'xshamayapti. Shunchaki Robin Hoodga o'xshagan qahramon ekan. Unga yordam berishimiz kerak. Men tayyorman. Yordam berish operatsiyasini boshlaymiz. Ovqatsiz burunduqlarga yer yong'oq deng. Marhamat. Bo'lmasam-chi, ularga bananlarimizni beringlar. Mangolarni ham unutmang, balki yana biror narsa qilarmiz. Nima qilsak ekan? Ha, to'g'ri. Yomon fikr emas, Fiu. Mendan tashqari hamma rozi. Undan men norozi bo'laman. Boris, bu pingvinlarga Mortning ovqatini berib yuborishim mumkin. Ha, Mortni ham olib ketaveringlar. Meni foydam ulkan. Do'stim, bularni hayvonot bog'idagilardan sovg'a deb hisoblayver. Skipper,
Menga juda katta, nima derdi-ya, savob ish qildinglar. Qanday minnatdorchilik bildirishga ham hayronman. Keyingi safar rahmat desang yetadi. Yaxshi qoling do'stlar. Xayr. Shunchaki haligi qoyil o'zgacha o'g'ri ekan. Boshqalar nima deydi bilmadim-u, ammo menimcha u haqiqiy qahramon. Haqiqiy. Nahotki boshqa qahramonlarni unutib qo'ydingmi? Yo'q, ammo u juda ham boshqacha ekan-da. Nahotki ish berdi. Qiziq. Baribir u boshqalar uchun hamma narsaga tayyor. Zobit, bu nimasi? Oddiy xo'roz qand-ku. Men bu xo'roz qandni o'g'riga olib borib beraman. Aqldan ozibsan. Bo'lishi mumkin emas. Bunday qilishga biron sabab yo'q. Axir bu xo'roz qandni muhim voqea uchun olib qo'ygan edik-ku. Ha, uni yalashni butun umr orzu qilgandim. Ammo bunday vaziyatda o'g'ri o'z umrini tikishga ham tayyor. Meni qo'limdan esa faqatgina shu keladi. Mehri daryo ekansan, Zobit. Qahramoning oldiga ketdik. U shu atrofda bo'lsa kerak, menimcha. Riko, Kechirasan, biz o'g'rini izlab yuribmiz. U markaziy bog'ning qahramoni. Hayvonot bog'idagilardan narsa o'marib, hayvonot bog'i bo'lmaganlarga ulashadi. Bizda hayvonot bog'i bormi? Ha? Bu ayni haqiqat. seningcha pingvinlar Nyu-Yorkda tug'ilib o'sganmi? Bilmadim, shunaqami ekan? Yo'q. Bo'lmasa qayerdan sizlar? Hayvonot bog'idan. Bildim, buni hozirgina aytdilar. Bittasi bor, lekin o'shaligiga ishonchim komil emas. Biz o'g'rini izlab yuribmiz. Hayvonot bog'ida o'g'ri bormi? Yo'q. Qanday yaxshi-ya? Vaqtimizni bekorga sarflayapmiz. O'g'rini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Archi deganga uchrashing. Archi dedingmi? Ha, Archi. U uchiga chiqqan ablah va kisovur. Haya, u eng yaqin do'stim. Nima? O'zingni shunchalar zo'r deb o'ylayapsanmi? Archining yonida kimdir bor ekan. Va uning kayfiyati yomonga o'xshaydi. Qo'ysangchi, eng yaxshi zarbang shumi? Muttaham. Tayyorlaning, ichkariga kiramiz. Qanday go'zal bu olam, bir qara. Salom. Hoy Archi, hayvonot bog'imiz borligini bilarmiding? Salom aziz do'stlarim. Men haligi O'zingni tentakka solma, tentak. Narsalarni o'g'irlaganing aniqlandi. sen hayvonot bog'idan g'araz maqsadda foydalanding. Qo'ysangizchi yigitlar, aslida men ham boshpanasi yo'q hayvonman. Aldamayapman. Menga qara, o'ziga xos kiyimlaring ham barchasi yolg'onmidi? Ha, bu nimasi? Ha, kiyimlarim avvalo. Qaranglar, nahang baliq. Qochib qol. Jinorsan, bizni chuv tushirdi. Har doim kimdir shunday aldaydi. Popcorn. U uzoqlashyapti. Yo'q, ulgurmaydi. Bo'pti, bo'ldi bas. Qo'lga olishingizdan avval bir gap aytaman. Nahang baliq! Bo'ldi qilarchi. Bu safar ahmoq qilib bo'psan. Sen o'ta ketgan yaramas yolg'onchisan. Senga 2 kun ovqat bermaslik kerak. Sen telefon simi qanchalik uzun bo'lsa, shunchalik kalta fahmsan. Tushunding? O'zingni bos, Zobit. Rahmat. Haqoratlaringni jinim suymaydi. Kechirib qo'yasan. Hozirgina o'zingga yarashasini olding. Kavalski qiynov usullari. Elektroshok, Keyingisi ispanchasiga bo'g'ish, oshirib yubording. oldi orqaga qaramay tepkilash. Bo'ladi, yo'lini topdik. Riko, ishga kirish. Yo'q, unday qilma. Menga tegma. Hammasi yaxshi, Zobit. Endi u hech qachon birovdan o'g'irlamaydi. Aldamaydi ham. Yaxshi-ku, Peter. Haqiqiy qahramon haqida o'ylash menga yoqqandi-da. Afsus, u qahramon emas ekan. Qo'yaver, Zobit. U bo'lmasa boshqasi.
Do'stlar, uzumdan tatib ko'rishga qalaysiz? Voy, rahmat. Arzimaydi. Bularning bari meni, ya'ni Archining xizmati. O'zimga ham ortiqchalik qilmasdi. Ha. Voy, Qahramonlar ovqatga qo'l urmaydi. Yaxshi gap bo'ldi. Minnatdorman Shkipper. Tezroq qimirla, hali o'rdaknikiga borish kerak. bo'pti, ketyapman.